Sozlarga yebikishlari zo'r, hamyoq zo'r. Sog'liqlari yaxshi. Nomeradi molimiz. Bo'ylar 1.60. Besi tug'ishda oldi 900 kg, hozir 800 kg bag'i chiqaradi. Totganimiz yo'q o'rtada. Juda ham katta mol. Mana bolasi 80 kunlik bo'ldi. Emgan asosan. Boshida ortganni, bolada ortganni sog'ganmiz. Boshida 20 ta sog'dik, 15 ta sog'dik, 10 ta sog'dik. Hozir kunda 5 litr o'zimizni ro'zg'orga sog'amiz. Asosan bola yemadi. Hali orqanga tushmagan, bo'sh yurgan asosan. Kimgadir qiziq bo'lsa sotiladi bu mol. Bola ham zo'r, 1 metrda o'tib ketdi. O'ta zo'r. Bolani yaxshi bo'lgan, suti zo'r, yog'li. Agar bolani addenni qilib sog'amizsalar, kam 20 ta sut beraveradi. Biz emizganmiz asosan, bola yaxshi bo'lsin deb. Urug'ga qo'yilgan. Molimiz xudo xolsa 1 oy bo'lib qoldi, urug' qo'ydirib qo'yganmiz. 1 oydan o'tibdi, 2 kun o'tibdi. Sotiladi. 95 li 269 93 93. Narxi 85 million, ozroq xayri bor. Kelishamiz.